hali bizni hamma taniydi, ko'rasizlar. Legenda bo'lamiz, bolalar. Uxlamalar. Qishloqiga, yo'l qurilishiga, Hozir legenda bo'lamiz, bolalar. Harakatga keling, harakatda hamma harakatda bo'lsin. Birinchi o'ringa chiqamiz hozir. eng yuqori ovozlarga Jetavr avtomobili bor. Yoshlar, hushyor bo'lamiz. Ovoz beruvchilar kelyapti. Assalomu alaykum, hurmatli aka-ukalar. Alloh taolo barchalaringizni shayonni egilib uchun qilayotgan, ya'ni yurt uchun qilayotgan xizmatlaringizni Alloh taolo xolis qabul eylesin. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah. Vassalomu vassalamu ala rasulillahi robbil alamin. Allohning shayonlaringizga boshlagan ishlarni xayrli, fayzli, barakatli. Alloh bu yilda o'zimiz katta bo'layotgan farzandlarni kelajakda erga, xalqqa manfaat tegadigan, ota-onalarning xizmatlarini chiroyli holatda ado etadigan farzand bo'lmoqligini Alloh o'ziga nasib aylasin. Allohning baraka bu yilda yaxshi o'g'illarimizni ko'rib, yaxshi narsalarni Allohning yo'lida infaqini mustaqil qiling. Ularni boshlagan ishlarini xayrli, fayzli, barakatli. Allohning yo'lida yanada obod qiling. Jannatda O'zbekistonning tinchlik, osonlik, kelajagida Allohning mustaqil qiling. Allohning baraka bizga muhtoj qiling. Allohning Rabbiga xizmat qilayotgan ihson qilgan barcha aslarimizni fikr bergan barchalarni mag'firlarga rizqlarimizning barakati bersin. Alloh bu shayonlarga doim qo'llarimizning baland qiling. Allohu robbana ya robbana atina fid dunya hasana va fil akhirati hasana va qina azaban ya robbal alamin. O'zingiz muborak karomingizni duo qilinglar, ijobat qilinglar, va'da va rabbim. Ana shu va'daga muvofiq sizga duo qilamiz. Allohning xosligini qilmay, Allohning o'ziga yaxshilik bersin. Allohum robbi yassir va la tu'assir va tammil khayr. Va sallallohu ta'ala va sallama ala khayri khalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Assalomu alaykum. Qishloqdoshlar, mana xudo xolasa bozorda oltamiz. Ertalabdan qochim boshlandi, xudo xolasa ovoz berib. Bugun xudo xolasa yetkazaylik bir 10 mingga. Hammaga rahmat, omad hammaga. Chayonli qishlog'iga, yo'l qurilishiga ovoz beramiz. Ovozlarimiz bitta ovozga 25 ming so'm pul bo'ldi. 5 ta ovozga bir kilo go'sht bo'ldi. 2 million so'mlik telefonlardan boshlandi sovrinlar. iPhone 16 Pro Max telefonlargacha qo'yildi. E'tibor bering, sovrinlar yuqorilab bormoqda. Avtomobillarimiz bor. Eng past avtomobillarimiz Nexia 1, Nexia 2, Nexia 3. E'tibor bering. Yuqorilab bormoqda. Avtomobillarimiz bor. Centra eng yuqori ovozlarga Jetavr avtomobili bor. Xudo qalasa hali bizni hamma taniydi, ko'rasizlar. Legenda bo'lamiz, bolalar. Uxlamalaring bas. Xudo qalasa hozir legenda bo'lamiz, bolalar. Harakatga keling, harakatda hamma harakatda bo'lsin. Birinchi o'ringa chiqamiz hozir. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Ramazon oyida savobish uchun yo'l qurilish Open Budget loyihasida Jizzax viloyati G'allaorol tumani Chayanli qishlog'iga Alloh kuch-quvvat bersin. Hozirgi kunda eng ilg'or, eng faol ketayotgan Chayanli qishlog'iga men ham o'z ovozimni avtobloger Pochcham O'sarov Bekmirza va ularning ukalari O'sarov Bekzod nomidan ovoz berib qo'llab-quvvatladim. Sizlar albatta yutib chiqasizlar. Assalomu alaykum. Yunusobod metro, xudo xohlasa mana shu Open Budgetda eng ko'p ovoz yig'gan tochkalarimizdan biri. Mana hamma tarafdan yigitlar qo'lidan kelgancha harakat qilib yotibdi ovoz yig'ishga. Daftarlarga yozib chizyapmiz. Ertaga yutadigan bo'lsak, shu videolarda foydalanamiz deb olib qo'yapmiz. Chayonli yoshlar, hushyor bo'lamiz. Ovoz beruvchilar kelyapti. Open Budgetga, yo'l qurilishiga, sog'liqqa, eng past ovozga telefonlar qo'yildi. Assalomu alaykum. G'allaorol tumanining Chayanli qishlog'ida yo'l qurilishi uchun ovoz yig'ishda faol ishtirok etayotgan hammaga men kuch-quvvat tilayman. Ishlarga omad. To'xtamanglar, charchamanglar, hormanglar, albatta natija bo'ladi. Albatta g'olib bo'lasizlar. Va shu ko'chalar ham asfalt bo'ladi. Niyatimiz shu Chayanli qishlog'ini hamma ko'chalari asfalt bo'lsin. Va shu Open Budget bahona xayrli kelsin.
kuch-quvvat, charchamanglar. Assalomu alaykum, jigarlar, sog' salomatmisizlar. Barchalarga xayrli abid, yaxshi kayfiyat tilab qolaman. Va bitta iltimosim bor, qo'lingizdan keladi va qo'lingizdan kelgancha yordam bersanglar juda ham xursand bo'lardim. Bizani bilasizlar, Jizzaxda bir qishlog'imiz bor, yaqinlarimiz, jigarlarimiz shu turishadi va o'sha qishloqni yo'li tekislanishi kerak va o'sha tekislanish uchun esa ovoz berish kerak. Agar yo'llarimiz tekislanishi, o'sha yerdagi dodalarimiz, buvijonlarimiz, qarindosh urug'larimiz, jigarlarimiz sizlarni duo qilib juda ham xursand bo'lishardi. Assalomu alaykum barchaga. Shu kunlarda butun respublikamiz bo'ylab open budget ovoz yig'ish ishlari ketmoqda. Shu jumladan Jizzax viloyati G'allaorol tumani Chayanli qishlog'ida yo'l qurilishi ishlari uchun ham ovoz yig'ish ishlari jadal sur'atlarda olib borilyapti va mana shu ishga bosh qo'shayotgan, hissa qo'shayotgan shu qishloqdagi yo'llar ta'mirlanib, barcha uchun bir foyda keltirish yo'lida mehnat qilayotgan insonlarni hammasiga xormanglar deb qolaman. Xudoyim o'zi kuch-quvvat bersin. Ramazon kunlarida ayniqsa Alloh o'zi bu qilayotgan ishlaringlarni savobini ko'paytirib bersin. Bo'shashmanglar deymiz. Albatta masofadan turib biz sizlar bilan birgamiz. Doim o'z kuch-quvvat bersin. Omad. Ushbu loyiha open budjetda g'alaba qozonishiga Xudo xolisa umid qilamiz, ishonamiz. Qishloqdoshlar, shahardagilar, Toshkentdagi, Jizzaxdagilar, shu bolalarga xizmat ko'rsatganlar, mana shu qishloqdagi oqsoqollar, qishloqdagi 100% yoshi bor hammaga rahmat, otamizga, enamizga, hammamizga. Katta rahmat. Bizning niyatimiz qanday bo'ladi? Nima qoldi? Jizzax viloyati G'allaorol tumanining eng birdam xalqiga ega bo'lgan Chayanli qishlog'ida shu kunlarda qo'shaloq bayram nishonlanyapti. Tashabbusli budjetning 2025-yil 1-mavsumida ikkita loyiha bilan ishtirok etgan Chayanli ahli jami 15545 ta ovoz bilan 2 karra g'alabaga erishdi. Xalq birdamligi, ahilligi va kun-u tun mehnatining samarasi Navro'z bayramida o'z natijasini berdi. Yosh u qari vatan or nomusi obodligi uchun kurashib, viloyatdagi eng yaxshi natijani ko'rsata oldi. Eng muhimi, qishloq aholisining jipsligiga butun viloyat havas ko'zi bilan boqmoqda. G'alaba muborak bo'lsin, aziz hamqishlog'im. Bugun 2025-yil 21-mart Chayanli xalq qishlog'ida open budjetda ikkita loyihani g'olib bo'ldik inshaalloh. Bugun juma ayyom qo'shaloq Qiraynoy bayrami. Maktab oldiga Bekzodjon mana butun Chayanli xalqi yosh kichik katta hamma mashinalari bilan xudo xolisa nishonlashga tayyorgarlik qilyapti. Bardoam bo'lsin barchamizga Alloh xohlasin. Ana bolalar bugun bayramni boshladi. Sog' salomat, eson-omon borib ketsin. Bir oylarda men oxirigacha sog' salomat, eson-omon. Bugungi bayramlaringizni hammangizni qo'shaloq bayramlar bilan tabriklayman. Amin. Allohu akbar.
mani elim, illatim oynidagi go'zal axloq degan libosi bor millatim, qo'lini ko'ksiga doim bosgan o'zbegim, mani elim, g'ururim, jonim fido bo'lsin agar u mani kamida har dam. Salomatligi bor oqibatda oxiridagi moddam, xotirjam o'zbegim mani millatim, donishmand devonxonam. Bu yerlarni kezdi bo'lib har yon ahli xarobotilar, devonayu mashoyiq abdollar, Ibn Sino bobolarim, Hazrati Naqshband darajati ulug'lar, balogardonlar. Terani koinot sirlarini bilishni istar hamon bu odamzod, hozirgi kunda ham noayon bardavom. Endi aniqlanayotgan bashoratni bilar edi kim? Ulug'bek bobom. O'zbegim, mani elim, o'zbegim, millatim, mani g'urur. Zaminim elim go'da yanada bepayon, har tomonda Samarqand, Buxoro, Xiva tomon. Bo'ldimga doimani, bo'ldimga doimani, yana bu markazim dono dunyoning olamida mani. Olamida mani. Minnatdorman, shukr qilarim bor kecha-yu kunduz. Ota-onamning bergan tarbiyatini haqini ado etib bo'lmas ekan hanuz. Nechun ular bunday mehribon, borliklari bir ulug' inom, farzandining aybini yashirish va afv etishda bardavom. Chunki ular ham vaqtida shunday tarbiyat ko'rgan. Padar buzurglarimga, ota bobolarimdan yaxshilik, go'zal muomala, halim bo'lish va qolaversa kechirimli bo'lish degan omillar meros bo'lib qolgan. Har bir o'zbekning olgan tarbiyati shu, lekin avlodi Timuriy nasllasab mana men bu fidokor. Atadim umuman olganda borimni, hattoki har doim gadoyim bo'lsa ham roziman umrbod. O millatim o'zbegim, bilaman qadringni. O'zbegim, mani elim, o'zbegim, millatim, mani g'urur. Zaminim elim go'da yanada bepayon, har tomonda Samarqand, Buxoro, Xiva tomon. Bo'ldimga doimani, yana bu markazim dono dunyoning olamida mani. Olamida mani. Zaminim elim go'da yanada bepayon, har tomonda Samarqand, Buxoro, Xiva tomon. Bo'ldimga doimani, yana bu markazim dono dunyoning olamida mani.
Viloyati G'allaorol tumani Chayonli qishlog'ida 100 dan ortiq butun bir mahalla kelgan bu yerga. Mana Bekzod akam boshchiligida. Chunki bu yerga nimaga yig'ilyapti? Sabab nima? Bilasizlarmi? Open budjetda mana shu mahallamiz Chayonli qishloq ikkita obyekt yutgan, ikkita loyihani tabriklaymiz. Bosim otam aytadi, bolam birlashgan o'zar, birlashmagan to'zadi. Ana shu gapni isbotini men sizlarning mahallalaringizda ko'ryapman va o'zimizning oilamizda. Biz ham 3 ta o'g'ilmiz, birlashsangiz ketasiz ekan. Tarqasa o'xshamaydi. Shuning uchun men o'zi qishloq kichkina deyapti, Bekzod akam aytadi. Ikkita loyihani yutish bu. Nerealdi bu. Juda katta yangilik. Endi bu yerda maqsad faqat asfalt bo'lib qolmadi. Tayyorlab shu ori uchun talashgan yigitlar bo'ldi. Asfalt yig'ilishni hamma ori uchun talashdi. Xudo nasib qilgan yutdik. Haqiqatdan ko'ryapsan, ori uchun talashdi. Haydan go'zal, ob-havo undan ham go'zal, bosim bo'v undan ham go'zal. Tayyorda ota-bobolarimiz, akalarimiz hamma qatnashishlarni zo'r qildi, yoshlar harakat qildi. Mana shu natijaga erishib o'tiribmiz. Chayonli qishloqda 97-yillarimiz jon jahdi bilan kirishgan shu ovoz. Hammaga mana shunday kunlar nasib qilsin. Eng avvalambor mana shu birdamligimiz, Chayonli elimiz birgalikda mana shunday darajaga erishganimiz bu katta G'allaorolda biz ta'rif jozi kelgan bo'ladi. Eng avvalambor. Eng asosiy orqamizda turgan akalarimiz, bog'larimiz, eng katta insonlar bizga kuch-quvvat bo'lib berdi. Biz bu ishonchni oqladik, yoshlar. Mana shunday yigitlarimiz bor. Biz oqsoqollar, biz duodamiz barchamiz. Yigitlarimizni qo'llab-quvvatlayveramiz. Yigitlarimiz hech qachon charchamaydi degan umiddamiz. Xudo xolasa avgust oyidagi Open budjet loyihasida bitta emas, ikkita emas, 8 ta loyihani birdaniga qo'yamiz. Boshlanishdan oldin Bosim bobo somsaxonasiga kelib olib, mehr somsani yeb olib, gap uzun emas, bitta ovozga Bosim boboni bitta mehr somsasidan butun O'zbekistonga ulashamiz. Yigitlar niyat o'ynagan. Shu ikkita loyihani esa Bosim bobo borib nishonlaydi. Shu kun nasib qildi. Shu Open budjetda qatnashmoqchi bo'lgan boshqa qishloqlar tayyor turing, biz yana tayyor.